Endi davraga O'zbekiston xalq artisti, xalqimiz suygan san'atkor Olmaxon opa Hayitvan taklif qilamiz. Mana bugun eng Xorazmni dunyoga tanitgan Ozod akani yubileyi. Aziz do'stlar, mana Ozod agam, mana Ozod agamning qo'shnisi yana Ozod, ey qudasi. Ozod aga size men uzoq umr tilayman. Birinchi şu kasetalarni yazıp dunyoga tarqatgan Ozod aka bo'ladi. Bütün dunyoga tarqatgan. Hali bu adam zapis qilganda hech yerda zapis yo'q edi, to'g'rimi? Ozod aka sizdan? Doğru. Men bo'yindan qo'yib gaplataman bularni. Bütün dunyoga tanıtıp qaysi mamlakatni qaramang, mana shu Atajon Xudoshkurov Nashullasi, Olmaxonniki, Komiljon Ataniyozovniki, Hajixon akalarniki, boshqalarniki, mana Sherozi atalarni ashulachisi necha bor. 64-yilda Andijon oblasida stadionda konsert qilib turibmiz. 15-avgustda 64-yil. Stadionda 100.000 adam var. 100.000 adam var. Endi bu vaqtda oladigan emindin vajlar yo'q. Hava haligi yine bu usulitiller ham radioniki hammasi. 100.000 adam ishtirok qilib, shu yerda shu Olmaxonni ko'ramiz deb kelib, bir vaqtda Ozod agam chiqib kelatir, qo'lida katta bir dasta gul. 64-yil 15-avgustmi? Havan. Şurada o deb derru danışıp başka kılıp biz Ozod agani 59-yildan beri men dim yaxshi taniyman. Juda yaxshi adam. Halal xizmat qilib şu san'atkorlarning arkasından hazıram milliarder. Hazıram. Halal mehnati orqali. Shuning uchun Ozod aga men juda xursandman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana Xudoshkurov bilan rasmga tushgan ekansiz. Atacan'ın yatkan joylari cennette bo'lsin. Elde üzerine yaraşıp, keyinip bütün yarı dostlarına yaraşsın. Siz sağ aman bulun. Şu Ozod agam bilen 1000 yıllık kuda bulun. Hava. Hemişe şu sizni hürmet kılıp şöyle gelip oturganlarını Allah Teala hürmet kılsın. Xorazmning san'ati birinchi o'rinda duradi. Şunu yaxshi bilinglar. Şunu yaxshi biling. Xudoga shukr. Navo studiyasini yangi açtı. Hamidjonim juda yaxshi ish olib boryapti. Ozod agamlarning shogirdlari. Shuning uchun aziz do'stlar, shu jonli ijro bo'lsin. Hozir jonli ijro Xorazmda davom etib turibdi deb bütün oblastlar jonli ijroga o'tayotir. Ozod aga, sizga men uzoq umr tilayman. Siz Xorazm uchun juda katta tarixiy narsani yaratib qo'ygansiz. Tarixiy narsani. Mana hozir 65 yillik yubileyingiz ekan, Xudoyim yana 65 yosh bersin sizga Alloh taolo. Shu 65 yoshni bergandan Olmaxon opangiz shunday deb gaplab tursin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Eğer kabul qilsangiz bir jonli ijro ashula aytib beraman aga. Bizden böyle kimler öter? Bu günler ya bizler yetik. Vapa pelanak kimler yetenek.
maksat üçün ağız açtın maksat üçün sözlerini bağlayın sorana. Anlakçası kal körüp bağrına sen kalkılmağın Anlakçası kal körüp bağrına sen kalkılmağın Rıbab tutkan her nakesni Rıbab tutkan her nakesni Eşirlaçı dep han etmeyin Rıbab tutkan her nakesni Aşırlaçı dep han etmeyin Halka boynun eğilmese halka boynun